Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekistonda ushbu haftadan boshlab harorat keskin pasayishi aytilmoqda. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Avgust oyi boshi uchun juda issiq kelgan dam olish kunlaridan so'ng O'zbekiston hududlari bo'yicha harorat foni biroz pasayadi. Bu haqida O'zgidromet agentligi ma'lum qildi. Prognozlarga ko'ra ushbu ish haftasi davomida havo harorati 35-38 darajadan 32-35 darajagacha o'zgarib turadi. Faqatgina respublikaning eng chekka janubida bugun kunduzi havo harorati 40-43 daraja, 4-avgustdan 7-avgust kunlarigacha esa 38-40 daraja atrofida bo'ladi. Bu kunlarda havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqatgina respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 4-avgust kuni esa Farg'ona vodiysining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda ham Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelish xavfi bor. 3-avgustdan 5-avgust kunigacha respublikaning ayrim joylarida shamol tezligi 13-18 mm/sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda esa chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda hafta davomida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 3-6 va 7-avgustda 35-38 daraja, 4 va 5-avgustda 33-35 daraja bo'ladi. Kechalari harorat 20-23 daraja atrofida bo'ladi. Shaharning ayrim joylarida chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va xabarni yaqinlaringizga ham ulashib, ogohlantirib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.